yangi uy-joylardan joy chiqdi. Hurmatli obunachilar. Shamkayf bor. Mana o'tganda Qumqo'rg'on kanalidan Shamkayfga kirib kelganlaringda Qumqo'rg'on kanalidan o'tasizlar, chap qo'lga yangi uy-joylar bor. Shahardagi hamma biladi buni. Bu uylar hammasini. Mana shu yerda mana shu uyimiz sotiladi mana. 4 xonadan iborat, 6 sotixli, hamma sharoiti bor. Ichida jihoz bilan tashlaydi. Hozir kirib ko'ramiz uyda. Mana darvozasi. Shu darvozadan kirib ko'ramiz hozir. Mana gazlarni ko'rib turibsizlarmi? Gazlashgan uy, oqma gaz, propan ham bor ekan. Qo'shimcha. Mana kiramiz uyga. Bismillah. Mana hovlimizning ko'rinishi, devorlari. Mana chekkalarga gullar ekilgan. Mana bu yoqdan proxoddan kiradigan joyi. Biz orqa tomondan aylanib ko'ramiz hozir. Hovlisi akkuratni turibdi. Bitta ob ta'mirlaversa yengilgina. Hovlimizning ko'rinishi bu. Birinchi hovlini ko'rsataylik. Uyimiz yorilgan yo'q, yangi uy, yaxshi. Narxi qiziq, narxi yaxshi lekin. Hamma narxini so'raydi. Endi mana bular narxini aytdi menga, o'sha narxda aytaman men. Menga chiqsalaring arzonroq qilib olib beraman, xudo xolasa. Egalari yaxshi odam ekan. Hozir mana orqa tarafda uyga kiramiz, ko'ramiz uyda ichini. Mana kirganda kuxnyasi, birinchi biz orqa tomondan kiryapmiz kuxnyadan. Bu kuxnyadan bu yoqqa hovliga chiqiladi. Mana oqma gazlarni ko'rib turibsizlar, kelib turibdi. Mana propani. Qoladi hammasi shuni. Men aytdim hozir, xolodilnik hammasini tashab ketinglar dedi. Mana Wi-Fi ham bor ekan. Mana kirganda koridori. Bitta xona, ikkita xona, uchinchi xona. Bu yog'i unitaz, dush. Bu yoqda mana zali bor, o'tiradigan. Zaldan boshlaymiz. Mana uyimizni ko'ramiz. Divan hammasini tashanglar dedim, televizor. Yana gaplashamiz, mana pardalarni. Uyimizning ko'rinishi, remontlari oddiy, akkuratni turibdi, toza. Mana bu tarafdan tashqariga chiqasizlar, darvozaning oldiga boya ko'rsatgan eshigimiz. Mana ikkinchi xonasi. Xonalari mana ko'ryapsiz, hech qanaqa yoriq boriq bu narsasi yo'q. Yaxshi turibdi, bitta remont qilsalaring cho'tka bo'ladi, xudo xolasa. Mana pollarini ham ko'ryapsiz, akkuratni, yaxshi turibdi, toza. Keyingi xonalarni ko'rib chiqaylik. Mana yana bitta xonasi. Xo'p, siletish xonasini ko'ramiz, spalnisini. Bu spalnisi bu. Yotoqxona. Xo'p, to'g'rida dushi bor. Bu yoqda kir mashina. Bu yoqda dushi bor. Keyin xo'p, bu yoqda unitazi bor. Uyimizning ko'rinishi shundan iborat. Mana bu kuxnyasi. Kuxnyani ko'rlaring. Katta akkuratni. Katta mebel yasatsalaring kuxnyaga, qaytadan bir kafillarni almashtirib, endi olgan odam o'zi qilib oladi. Mana yozgi tapchanman. Bemalol o'tiradigan. Bu yoqdan hovliga chiqasizlar. Gaz, svet, suv hamma sharoiti bor. Mana kranlari. Uyimiz srochni sotiladi. Bu yerda hojatxonasi bor, mana yozgi hojatxona tashqaridagi. Narxini $50,000 dedi. Yana kelishtirib olamiz, xudo xolasa. Oluvchilar bo'lsa, so'raganlar bor edi. Tayyor bu ko'chasi, mana qo'shnilar ham yaxshi.